Salom do'stlar, Blaz kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Stardrop ochamiz. Qani nimalar tushadi, kuzatishda davom eting. Hozir bitta o'yin o'ynab missiyalarni bajarib olay, keyin 20 ta Stardrop beradi, shularni ham ochamiz. Qani o'yinni boshladik. Do'stlar, shu orada kanalga obuna bo'lish va videoga like bosish esdan chiqmasa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Yutqazib qo'ydim-ku. Mayli, hozir ko'ramiz. Mana Trank yutamikin ko'ramiz. Yaxshi. Mana yutishga harakat qilyapti. Rangi juda ham past o'yinchi tanlaganda, nimaga deganda botlar tushadi. Matchni tezroq o'ynab chiqardim. Do'stlar, sizlarga qanaqa birovlar yoqadi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Va keyingi videolarimni ham kuzatishda davom eting. Mana bu emizni o'ldirsa bo'ldi hozir. Bitta raund qoladi. Ya'ni ikkita raund qoladi, bittasida yutishimiz kerak bo'ladi. Mana raund. Yaxshi, bitta odam qoldi hozir. Yaxshi, endi 20 ta Stardropni hozir ochamiz. Mana ketdi. Mana birinchi Stardrop. Super rar bo'ldi. Sverxredki bo'ldi. Yana Sverxredki kredit berdi. Ziggiga mos qolgan kredit to'lashga. Yana Sverxredki bo'ldi. Hozircha hech narsa yo'q. Ochkoviy sila berdi. Yaxshi narsa bermayapti hozircha. Yana red bo'ldi. Xato berdi, super, yaxshi. Ya. Kredit berdi, yaxshi. Kredit bergani yaxshi, ko'proq. Faqat rer bo'lyapti. Hozircha ochkoviy sila berdi. Nimaga faqat rer bo'lyapti? Super, yaxshi. Sverxat epik ochkoviy sila berdi. Legendarniy bo'ldi. Qani nima beradigan legendarniy? 1 2 3 qani ketdi. Giper zaryad berdi. Bu ham yaxshi narsa. Mayli, keyingi Stardroplarga o'tamiz. Yana rer bo'ldi. Blink berdi. Coin berdi. Yomon emas, bitta legendarni ochdik. Bu yerda ham Stardroplar tugadi. Endi keyingi Brawl Pass'dagi yo'q, ya'ni men bu yerda kub ko'tarsang beradigan joydan ochamiz. Qani ketdik. Mifik, yaxshi, legendarni. Qani nima beradi ekan? Bu obuna va like bosganlar uchun. Yaxshi, yangi brawlerni berdi, Janetni berdi. Do'stlar, shu yerda videoni to'xtatib kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Qani keyingi Brawl Pass'dagi nimalarga o'tamiz? Stardroplarga o'tamiz. Meni o'zimning taktikam bor edi. Brawlerlarni, skinlarni o'chirib qo'ysang, ko'proq narsa beradi. Menimcha shunaqa. Mayli, bir ikkitasinigini o'chirib tashlayman. Do'stlar, sizlarga qanaqa brawlerni skini yoqadi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Va keyingi videolarni ham kuzatishda davom eting, kanalga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli videolarni chiqarishga harakat qilaman. Ana Brawl Pass'dagi nimaga o'tamiz. 3-da bor ekan, mana boshladik. Epic, yaxshi.
Epic bo'lib boshlandi. Hozircha yaxshi. Rare bo'ldi. Coin berdi. Yo'q. Yana rare bo'ldi. Ochkoviy sila berdi. Hozircha yomon emas. Epic Mythicga aylanmadi. 150 ta kredit berdi. Yaxshi. Ziggyga juda ham oz qoldik. Rare bo'ldi yana. Super rare. Ochkoviy sila berdi. Epic Mythicga aylanmayapti hozircha. Epic'dan ham skin berarmi? Yaxshi skin. Griefga skin berdi. Jackpot Grief. Rare bo'ldi yana. 19 ga o'tamiz. Epic Mythicga aylanmayapti hozircha. Ochkoviy sila berdi. Yaxshi. Bu ham juda ham kerak narsa. Keyingi Stardust Rare bo'ldi. Bling berdi. 23 ga o'tamiz. Qani. Super rare bo'ldi. Pin berdi. Mingtani mana olib qo'yamiz. Brawlerlarni kuchaytiradigan ochkoviy silani. Mana bu yerdagi waflini ham olib qo'yamiz. Qani. Yaxshi. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr do'stlar. Keyingi videolarni sifatli va tiniq qilib chiqarishga harakat qilaman. Endi brawlerlarni o'ynasang beradigan start droplarga o'tamiz. Mana birinchisi Sotib telefon qotyapti do'stlar, kamchiliklar uchun uzr. 500 ta coin berdi, yaxshi. Super yaxshi. Coin beryapti hozircha. Mana Mythicga aylandi. Yaxshi. Gadget berdi. Coldga gadget berdi, yaxshi. Epic Mythicga aylanmadi yana. 200 ta coin yaxshi. Yaxshi, HP berdi. Rare aylandi. Ochkoviy sila berdi, yaxshi. Mana bu Janetni oldik. Boya tushgandi legendarniydan. Mana bu yerdagi kreditlarni ham olib qo'yamiz. Yaxshi, Ziggyni oldik mana. Yangi brawler. Screenshot olib qo'yaman. Kerak bo'lib qoladi. Keyingi brawler Leonga yig'ilyapti kredit. Shularni ham olib qo'yaman mana. Bu yerda Star Drop qolib ketibdi. Shularni ham ochib tashlaymiz hozir. Epicga aylandi, yaxshi. Yaxshi kredit berdi. Leonga anchagina yaqinlashib qoldik. Super rare aylandi. Ochkoviy sila berdi mana. 1000 ta coindan qo'yamiz. Do'stlar, bugungi video shular haqida edi. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman.